Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor va bugun sizlarga Toshkentdan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib beraman. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan Minrannivaga uni bagajligi 4.100.000 chiqadi. Bez bagaji 3.850.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqtda kech payt 20:05 da Minrannivaga borib qo'nadigan vaqti 21:35 da borib qo'nadi. Toshkentdan Irkutskga uni bagajligi 3.400.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3.200.000 chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:45 da, Irkutskga borib qo'nadigan vaqti 15:05 da. Toshkentdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4.300.000 so'm chiqadi, bez bagaji 4.100.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:45 da. Toshkentdan Istanbulga uni vazvaratligi 3.300.000 so'm chiqadi, bez vazvaratligi 2.900.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqtda kechasi 1:10 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti ertalab sahar 4:30 da borib qo'nadi. Toshkentdan Bunyodga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti 1:00 da, Bunyodga borib qo'nadigan vaqti 15:10 da. Akalar, sizlarga arzon narxlarda aviabiletlar narxini tanishtirib o'tdim. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar, Tojmahal ro'parasida. Masofamiz uzoq bo'lsa, akalar, onlayn ham aviabiletlarni oformlay qilib beraveramiz. Bizga faqat Telegramdan pasportlaringni tashlasalaring, biz sizlarga aviabiletlaringni onlayn rasmiylashtirib Telegramdagi tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.